Milliy tiklanish demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashi tomonidan yoshlar qanoti faol yoshlar ishtirokida 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining 60% ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Ularning jamiyatdagi o'rni, tashabbuslari va bilim salohiyati mamlakat taqdirida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekiston aholisining 60% ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Ularning jamiyatdagi o'rni, tashabbuslari va bilim salohiyati mamlakat taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Shu bois yoshlarni rag'batlantirish, ularning faoliyatini e'tirof etish salohiyatini yuzaga chiqarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Toshkent shahar kengashi hamda tuman kengashi deputatlari, partiya faollari va faol yoshlar ishtirok etdi. Va tadbir yoshlarimizga kelajakda qanaqa o'rnak bo'lish uchun deputatlar bilan ochiq suhbat sifatida o'tkazishga qaratilgan. Chunki hozirgi kunda yoshlarimizga biz e'tibor qaratishimiz. Chunki vaqt o'tgandan keyin shu yoshlarimiz, partiya faollarimiz deputat bo'lib saylanishi ehtimoli juda katta. Hozirgi kunda oramizda 30% ga yaqin yosh deputatlarimiz bor. Shu deputatlar bilan mana hamkorlikda o'tkazamiz. Men o'ylayman kelajakda bunaqa tadbirlar ko'proq bo'ladi. Tadbir davomida yoshlar xalqimizning eng katta boyligi, bebaho xazinasi ekanligi ta'kidlanib, ularning bilimli, vatanparvar, tashabbuskor sifatida shakllanib borayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, toza likopcha, ommaviy diktant, yangi nigoh, xizmat beminnat kabi loyihalardagi ishtiroklari jamiyat hayotidagi faol pozitsiyalari alohida qayd etildi. Tadbir davomidagi musiqiy chiqishlar esa yoshlar kuniga chinakam tuhfa bo'lib, barchaga ko'tarinki kayfiyat taqdim etdi. Munizxon Majidova va Vasxol Mo'minov, Poytaxt.